albatta anaqa boshlanardi. Ya'ni kimdir o'tirsinoy qo'yish kerak edi. O'tirib qoladi-ku baribir desa yana kimdir tavba qildim. Nega aynan Tursunoy deb hayron bo'lardi. Axir oy u bo'lsa ham, bo'lmasa ham o'z joyida turadi-ku. Tursunoyning quloqlari bunday gaplarga ko'nikib ketgandi. E'tibor bermaslikka harakat qilardi. Tabiatan odamovroq bo'lgan qiz bor diqqatini faqat o'qishga qaratgandi. Har kuni darsda bir daqiqa bo'lsin tinch o'tirmaydigan. Dars boshlanmas, ustoz, men gapiray, men javob beray deya bir qo'lini partaga qo'yib, bir qo'lini nuqul tepaga ko'tarib o'tiradigan. Umuman olganda, sinfdagi sukunatga hamisha tiriklik baxsh etib o'tiradigan Tursunoy bugun nimagadir parishon edi. Qanoti shikastlangan qushga o'xshab joyida behalovat edi. Hamma, ayniqsa muallim hayratda edi. Tursunoy, senga nima bo'ldi? Tobing yo'qmi? Tursunoy xuddi pinakka ketib, qo'qqisdan uyg'onib ketgandek bir sapchib tushdi, ammo javob bermadi. Boshini quyi soldi. Har kun so'zlarni bir tekis maromiga yetkazadigan gramofon xuddi bugun buzilib qolgandek barcha hayron edi. Tursunoyning esa xayoli uzoqlarda, umuman boshqa narsalar bilan mashg'ul edi. Kun shu taxlit o'tgani uchun muallim darsdan so'ng uning yaqin dugonasi, aniqrog'i partadoshi Madinani olib qoldi. Tursunoyga nima bo'ldi deb so'radi u Madinadan sinfda yolg'iz qolishgach. Uni erga berishyapti ustoz. Madina Tursunoyni uyidan topolmadi. Dadasi ish bilan qo'shni qishloqqa ketganligi bois Tursunoy do'konchida ekan. Madina do'konchaga bordi. Mendan xafamisan Tursunoy? Yo'q-e, nega xafa bo'lay? Ustoz holi jonimga qo'ymay surishtirdi. Baribir ertami kechmi bilishardi-ku. Shuning uchun o'ylama sen, hammasi joyida. Madina bilan Tursunoy ancha payt suhbatlashib o'tirishdi. Madinaning nazarida u butunlay beparvo va hafsalasizdek tuyulardi. Aksariyat hollarda esa faqat ha, bilan chegaralanib qo'yardi. Ko'cha tomonda oynadan vitrinadagi koptokka termulib turgan boylakayni ko'rishdi. Tursunoy uning nimaga mahliyo bo'lib qolganligi bilan